bir o'limdan qolgan ukamiz bor. Shuni birga ko'ramiz yuringlar. Juft haloli donorlik qilaveraman, jigarimni beraveraman deb. Jigar seroz bo'lib qoptilar. Bu 17,5 ming dollar pul. Sinfdoshlaringiz bilan birga. Alloh rozi bo'lsin. Nechta bir akam ulgurmay ham qoldi. Endi ularnikini olgani hajolatli, chunki bizga kerak 15 ming dollar. Assalomu alaykum. Sizlar sog'liq yaxshimi? Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Assalomu alaykum. Alloh. Aka, Yoniga shirkan bo'lganlar. semirib bir chiroyli yigitib qolibsiz. Qalaysiz? Sog'liq yaxshimi? Charchab qolmasiz. Mikrofonni qarayman sizga. Endi siz asosiy qahramon odam-da bu kishi. Mana shu yerga turib olaman endi. Salomatmisiz? Rahmat, Xudoga shukr. Qandaysiz? Ijtimoiy tarmoqdagilar bu bolani eski videosini qo'ysa keyin taniydi, ukaxon. Sizlar sinfdoshlarsizlar-a? Yana hozir yo'lda kelishyapti dedi. Ha, endi bizning shashilishligimiz bor. Bu bola menga SMS yozdi. Aka dedi, bir o'lib bir tirildim dedi. Alloh bir jonimni qaytib berdi dedi. Lekin o'sha paytda meni hayolimga birinchi o'rinda sinfdoshlar keldi. Chunki men tek qo'yishmadi sinfdoshlar. Hammalaring ag'dan chiqdilaring, bag'dan chiqdilaring nima bo'lsa bir yordam qilinglar deb bir sababini qildik. Bitta akamiz aytdim, sizlarga ham 15 ming dollar pul berdi. O'shanda ham ikkita odam ulgurmay qoldi. Farhodjonga ham aytdim. Farhodjon ulgurmay qoldi. Lekin shu ulgurmaganiga ham Xudo savob beraveradi. Kartalarga qanchadan qancha odam tashadi, ham ularga hisobot tariqasida ham sizni bir ziyorat qilaylik dedik. Keyin bu sinfdoshlarni sheriklar bilan maslahatlashdikki, ba'zi kasal bo'lib qolsa, qanaqadir bir mushkulot boshiga kelib qolsa, ko'p sinfdoshlar yo'qolib qoladi-da. Bu bor narsa bu. Sizlarga haligi bir yaxshi ko'rinish bir narsa emas, bu haqiqat. Buni o'zlaring ham bilasizlar. Chunki mana 40 yil hayotni ko'rib qo'ydilaring. Yonida turib edilaringda, bu bolani bitta gapini Farhodjon menga tashqariga chiqqanda aytib ediki, sizlar bo'ldi, qaratmay qo'yaveringlar. Men yetib keldim. Qarz bilan qolib ketmasin bola chaqam degan gapni gapiradi. Shunaqa men aytdim, bir boshqacha bo'lib ketdi. Chunki bunaqa kasallarda juda ham ko'p qism tuzalmaydi-yu. Tuzalmaydi. O'zimiz ham bilamiz, sizlar ham bilasizlar, to'g'rimi? Joyda xizmat qilib bergan bitta akamiz bor-da, haligi safarlarda yuradi. Xudo rozi bo'lsin. Endi ismini aytgimiz keladi, ehtiyot qilganimiz yaxshi-da u bolani. Qancha xizmat qilib berdi doktorlar tomonidan. Gaplashib edi. Sizlarga ham rahmat. Kam bo'lmasin. Siz yaxshi bo'lib ketganingizga sizga ham rahmat. Bizga bitta mukofotimiz bor. Bu mukofot bizga imom domla tomonidan berilgan. Masjidimiz qurildi-yu, Qoraka o'z ashida ishtirok etdingiz. 5 yil davomida xizmatimizga berilgan bir haligi bir inshaalloh bu boshqacha mukofotda bu. Sizlar sinfdoshlar sizlar kiydirasizlar shuni. Sizlar haqiqiy bir munosib bo'ldilar. Kiydiringlar shu Qorakamga. Yaxshi bo'lib qo'yganiga. Qani Qoraka? Yaxshi bo'lib qo'yganiga o'zim ham xursand bo'lib ketdim, to'g'risida. Haqiqiy Xudo qaytib berdi. Aka, endi sizchi bir asha homiylarni, bu do'stlaringizni bizni guvohligimizda bir duo qiling endi aka. Tamomman. Amin. Parvardigoro. Bu ihson qilganlarni ihson daryoda qabul qil. Parvardigoro. Bu sinfdoshlarimni, bu ihson qilayotganlarni, shar'iy maqsadlarni hosil qilgan ishlarini o'ngdan bergan, o'ng tomondan bergan Parvardigoro. O'zingga ayon Parvardigoro, bizga qilgan ihsonlarni o'rnlarini to'ldirib qo'ying Parvardigoro. Bundan da yuzlarini yorug' qilin, bir-birlariga mehrli oqibatli qilin Parvardigoro. Hammalaridan roziman Parvardigoro. O'zing jannatingda birga o'tirib birga ko'rishmoqni nasib ro'zaylar Parvardigoro. Haq yo'lingni adashtirma. Allohumma mag'firli va validayya va ustozi va jamil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat. Birahmatika ya arhamar rohimin. Alloh. Umrlar uzoq. Salomat bo'ling, sog' bo'ling. Bu sinfdoshlarni alohida olingki, mana shunaqa qahramon sinfdoshlar borligini ko'rib qo'ysin butun dunyo. Kam bo'lmanglar sizlar, salomat. Ko'p yashang, siz urintirib, ama semirib qolibdi. Doktor o'zi ham kuldi. Siz semirib ketdingiz. Kelgan paytda mana banishidan kelgan paytda juda chatog'ida sarf. Ancha semirib. Biz jichcha tayyorgarlik ko'rdik. Ozgina. Yo'q, sizni men duoingizni oldi bizga shu yetadi. Duo ham bo'ladi. Rahmat, salomat bo'ling. Yaxshilik kunda ko'rishaylik. Yo'q, salomatchilikda ko'rishaylik.